Aslan fitroza nima uchun vojib bo'lgandi bizlar do'stimizga? 3 sababdan vojib bo'lgan. Birinchisi, Hazrat Payg'ambar islom aytdilarki, tuhratan lis-soim. Ro'zador kishini ro'zasiga kambudlik va nuqson kelgan pillasiga shu fitroza bilan shuni takmil qiladi. Misliki namoziga agar bir ko'tolik kelgidek bo'lsa, nima bilan buni fayvon berib, jabira qilib va yamaq qiladi bu istiloh? Sajda-i sahv bilan. İkincisi, tu'matan lil masakin. İnsanhay miskin, insanhay fakir, beva, yatim, monmunday g'arib kishilarga bir tu'mada, bir g'izo va nonda. Eid kuniga boshqalardan kam bo'lmay, boy kishilar fitroza berayotgan kishilarni pulginasi bilan bular ham o'zlariga kalo, o'yginalariga ham eidi degan narsa mevajotlarni oladi. Tu'matan lil masakin. Uchinchisi, muhabbat bayni fuqaro, fakir va miskin va g'arib kishilarning o'rtasi bilan boy kishilarning, g'ani kishilarning o'rtasiga muhabbat ijod qilib va topishlikdir. Ko'p sarmoyadorlarni mutoji bo'lsanglar ko'rgansizlar, vaqtiki dunyodan ketadi, bavar qiling, bajuz az o'zini avlodlari, o'zini aqoribidan boshqa janozasini ushlayotgan kishi yo'q. Ammo aks holga shunday bir boy sarmoyador tojirlarimiz, boybachalarimiz ham bor, dunyodan ketgan pillasiga bavar qiling, men sizga va hatto avlodiga ham janozasini birta taslim bergidek bo'lsa, qo'l bo'ladiki, hayron qoldim, qabristonlikning ustiga qanday otamdi janozalari bor deydi. U kim yig'ilgandi? Hamma o'sha kishilarki, faqir, niyozmand, g'arib kishilarga fitrozasini beribdi, zakotini beribdi, alova bundan boshqa Ramazon muborakka faqir va miskin kishilarni yo'qlagan janozasi ham hatto meni sizga eshitmaydi. Mana shu 3 sababdan Alloh taol bizlarga fitrozani nima qilgan? Vojib qilgan ekan.